Bugun biz to'y qilish uchun, masalan, to'y qilayotgan mahalda hamma qarindoshlar to'playmiz, maslahat qilamiz. Birov u deydi, birov bu deydi, g'arbga taqlid qilamiz, orzu havas deymiz, qadriyat deymiz. Lekin hech kimning kallasiga kelmaydiki, payg'ambar alayhisolatu vasallam uylanganlar. Payg'ambar nima maslahat qilganlar? Payg'ambar alayhisalom ham qiz chiqarganlar. Bir emas, bir nechta qiz chiqarganlar. U kishi qanday yo'l tutganlar? Axir biz haq yo'liga u kishiga ergashdik-ku. Payg'ambarning vazifasi insoniyatni zalolatdan hidoyatga, zulmatlardan nurga olib chiqish edi. Shunga biz iymon keltirdik, ergashdik-ku. Endi nima uchun to'yimizda u kishidan maslahat olmaymiz? Yoki bu kundalik vazifamizda farzandimizni tarbiya qilishda, masalan, g'iybatni olib ko'raylik, harom luqma misolda olib ko'raylik. Nima uchun payg'ambarning hayot bilan o'rganib qiziqishga harakat qilmaymiz? Esimizga ham kelmaydi. Baribir yana kimlardir maslahati u to'ydan boshqadan g'olib bo'lib ketaveradi. Mu'minning hayoti ekigini chizig'i bo'ladi. Ha, Muhammad aka. Ekigi bilan yurakni o'lchaydigan o'shaning chizig'i bo'ladi. Mu'minning hayoti shunday. O'sha chiziq tekis bo'lsa nima bo'ladi? O'lganligini bildiradi odamni. Tekis past baland bo'lib tursa, hayotining nishonasi bo'ladi. Mu'minning hayoti ham shunday, bir tekis bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun past va baland bo'lib turadi. Xuddi yurak chizig'i past va baland bo'lib turganday. Odamlarning shuning uchun eng kasodga uchragani Alloh qolib o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgani bo'ladi. Undan ham kasodga uchragani o'zi ham qolib odamlar bilan ovora bo'lib qolgani bo'ladi deganlar Ibn al-Qayyim Javziyya alayhi rahmat.